Assalamualaikum mikrofondaki izci görmeliler. Keşkinler xeyirlik olsun. Ben Adil Uygur. Uygur Tədqiqat İnstitutundan həmmanlarga səmimi salam yollayla. Hər həftə institutumuzun müdiri şundaq Hacı Diplom Universiteti Ədəbiyyat Fakültesi Tarix Bilimi Doçent Doktor Erkin Ekrem müəllimlə ötküzüb kelayotgan xalqara vəziyyət namı proqramımızdakı yeni bölümünü huzuruna təqdim qılmız. Erkin müəllim xoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. İzci görmeliler, biz ötken programımızda NATO sekreteri Janice Stoltenberg bilen Amerika Prezidenti John Biden'ınki Amerika Aksaray'da yepiq yığın ötküzüş jarayonidagi bazı sözlerin çevrilgen halde muhakemeli paragandık. Ötken programımızda NATO'nunki bazı alaylık şunaqla bundan keyin Xitoyga qartilgan bolgusi siyasetler hakkında mı az sola tushuncha beraylik. Bugünkü programımız olsa bunun devamını davamlaştırırız. Həmmanlarının xəbəri bolğandək 14-cü say, yəni 6-cı ayın 14-cü günü Angliyanın paytaxtı Londonda dünyanın ən çox hərbi təşkilatı olğan NATO Ali Başlıqı yığını ötküzüldü. Yığında asaslıqı Xitayga münasibətlik qismi bizga münasibətlik. Məsələn, NATO'nun yığında Xitayninki iqtisadi taraqqiyot və hərbi müdafiə sanayisidəki taraqqiyotı qatarlıq məsələlər asaslı kun tərtibini egalladi. Hatta NATO baş katibi yığın tugaganddan keyin mundaq bir bayonot bergan bo'ldi. Xitoy hozirgi mavjud xalqaro tartibga sistematik bir shaklda do'yil, ya'ni jang e'lon qilyotidi deganni alohida ta'kidlab o'tdi. Bundan boshqa bugun programmamizda yana vaqt yetib qolsa, bu sanoatlashgan 7 cho'ng davlat, ya'ni G7 davlatlarininki yig'in o'tkazgandan keyin Xitoy to'g'risida bergan bayonot haqida bo'ldi. G7 yig'indan keyin berilgan bayonot mazmuni bo'lsa, Xitoy taraqqiy qilgandan keyin ya'ni tırnak ichida Şinjan'da Uyg'urlar qarata zulmlar elib borganligini, Tibetda inson haqlari dastlanishi qilmishi sodir qilganligini, Şangani bo'lsa demokratik harakatlarni bostirganligini, Tayvanga harbiy jihatdan izchil tahdid qilayotganligini bildirdi. Yani bu qitimqi yig'inning yoki bayonotning mazmuni tuvanlikda mushu mazmunni o'z ichiga oldi. Biz bugünkü programımızda mushu ikki yig'inninki asas temasini markaz qilganini muhokama qilib boramiz. Avvaldan Erkin muallim NATO'ning bosh katibi Janice Stoltenberg Xitoyni hozirgi mavjud dunyo sistemasiga sistemali holda jang e'lon qildi dedi. Buni bir izohlab bergan bo'lsangiz. Yükselgen Xitay qandaq dunyoga qaraydi yoki dunyoninki tuzimiga qandaq qaraydi degan masala keyingi 10 yildan beri talashib kelgan narsa. Bu masalani nurg'un mutaxassislar xil ko'z qarashlarni qo'ygan. Misolga, mavjud tuzumga hujum qilish yoki inqilab degandek hukmni ishlatadi, ya'ni o'zgartish. İkinci xili bo'lsa, biraz mevcudiyetinin bazılarını o'zgartib, bazılarını o'zgartmaslik. Üçüncü bo'lsa, shu xalqarodagi tuzumga egishib, mevcut tuzumni bozmamak. Hozir qargan chaqda Xitoy shu ikkinchisini tanlab ve birincisini qilishninki yo'liga kirgandek ko'rinyapti. Shuningga bu xalqaro bo'libmi, hozirgi bizda vatgan xalqaro sistem bo'lsin, tuzum bo'lsin, bular hammasi g'arbliklarninki qurib chiqqan bir qurilma ve sistem. Shuningga bu Xitoy agarda bu g'arbliklarning qurib chiqqan bundaq tuzum sistemga meydan o'qiydigan bo'lsa, tabii bir ahvalda g'arbliklarga bir ziyon berdi. Bu ziyonlik yalnızla g'arbliklarninki dünya üstündeki o alaylik, üstünlük emas, shundaqla ularning sahip bo'lgan ve dunyoga yeyib kelayotgan qimmat qarashqima ziyon berdi deb ko'rdimdi. Ya'ni yig'ib kelgan chaqda Xitoy bir tehdit bo'lib ko'rindi. Olupma NATO şu keyingi 91 yıldan bugünküce 4 qitim o siyasetini o'zgartirishga tirishdi. Çünkü NATO
şu Sovyetler yemirilgandan keyin NATO'nun rolü tügdü deyiş lazım. Çünkü karşısındaki Varşova Paktı mı çuguldu. Ama NATO mevcudiyetini qoğdab qilish uchun yeni bir siyaset, yeni bir nişanni o'tirib qo'yish lazım. Bugungacha 4-sini qilib bo'ldi bu 12 ayda. Bu yerda hamda shu Xitoyning yaratgan tehditga qarshi NATO'ma bir rol o'ynash lozim degan bir tushunchaga kelib bo'ldi hozir. Chunki buni hujjatga yozilg'achqa bo'libmi NATO 2030 konsept degan bir tushuncha yoki ideyasi degan bu hujjat qabul qilingan bir hujjat. Budaqa shu yuqori saviyadagi yig'indima buni jakarlagan bo'ldi. Yana yig'ib kelgan chog'da Xitoyning keyingi yillardagi mayli diplomasiya jihatdan, mayli tashqi siyosat jihatdan, mayli harbiy kuchidan bo'lsin, bu iqtisodni vosita qilib boshqa davlatlarga besim ishitish yoki boshqa davlatni o'ziga bog'lash, ya'ni majburiy holga bog'lash. Bular g'arb davlatlarini, bo'libmi cho'ng davlatlarni bir tehdit holiga keldi. Misol 2017'de Munih'te içildiğen, her yıl içildiğen Xalqaro xavfsizlik yig'ini var. Bu yig'indan evvel Germaniyanınki bir akıl ambiri deyli. Bununki e'lon qilgan bir dokladımı, yani mushu yig'in uchun tayyorlagan dokladımı. Endi Xitoyning so'raydigan vaqt keldi. G'arbliklar endi qiynalgan bo'ldi. Ya'ni bundan keyingi devirde qanday qilish lozim degan savollarni qo'yib turib yig'inni ochgan. Ya'ni bu hozirgi devirde endi bir xil so'g' jang demayli-da, so'g' jangga o'xshaydigan Xitoy va G'arb arasında bir-birisiga bo'lgan ishonmaslikdan tufayli va bir-birisiga qarshi tahdidni ashundoq o'z oldiga, ya'ni o'zini nuqtai nazaridan tushunishga, shunda bir jiddiy bir mesele bo'lib hozir dunyoning kun tartibida muhim yerini erishga boshladi bu mesele. NATO ali başta yig'indan keyin NATO'nun bayonoti qarta Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian yoki aloqador mas'ullar amaldorlari darhol inkos qildi. Hatto bayonotchi Zhao Lijian mundaq dedi: NATO oldi bilan bizga emas, o'ziga qarshi, chunki o'z vaqtida 1999-yili Yugoslaviyada Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ruxsatini olmay turib, Yugoslaviyani, ya'ni Boshnoqlar va Serblarni 76 kun atrofida bombardimon qildi. Bu gelen nurg'a odam o'ldi. So'ng NATO oldi bilan mushlarning hisobini berish kerak degan gapni qildi. Hatto kuniga deyman. Bugun Xitoyning harbiy aeroplanlari bu Tayvanga qarashli havo tavarligiga farqlantirish sistemasiga tajovuz qilganligi bildirildi. Bu ahvol sizcha bunda tasaddiy ahvol emas. Siz buni qanday qaraysiz? Bu NATO qaratgan bir heyvim bundaqda. Aşındaq deb tushunsak bo'ladi. Bu yalğızla NATO'ya qartilgan emas da, bu Amerikaga qartilgan bir heyvet desek bo'ldi endi. Çünkü bu Tayvan meselesi yalğızla bu Amerika bilan emas, shundaqla shu Tayvan'daki joylashgan yerdagi rayon meselelarininki muhim bir sende. Bundan başka yakın zamanda mayli şu Trump hükümeti olsun, hazırki Biden hükümeti olsun, bularının ki şu Hind Pasifik stratejisi deyilgan bir strateji var. Onu emelleştiriş ve onun içine dolduruş için tırışmadıdır. Bu xavfsizlikle münasebetlik bu stratejisi şundaqlı Tayvan'ın ki xavfsizligini kun tartibga olgan va shundaqla bu Amerikaningki Yaponiya bilan bo'lsin, Koreya bilan bo'lsin va qolgan Osiyo Tinch okeanining ba'zi sherik davlatlari bo'lsin,
Bularınki ikili veya köp taraflı görüştüme Tayvan meselesini kılgıylıvadı. Yani Tayvan meselesi Xitayga qartılgan ve şundaqla Tayvandaki demokrasi bir tüzümünü kabul kılgan bir cemiyet, bir devletke karşı bir tehdit mi? Gayiplikler için bir tehdit de başına qaraydı. Tabii bunun strateji mühimliği var. Yani burunma programda mı dedik? Tayvan Xitay için bir tehdit. Başka güçler Tayvan arkalı Xitayga bizim işitlerdi. Ama Xitay eğer Tayvan'ı alalısa, belki ben degen o Terkliklerinin yarki Amerika'nın hatta NATO'nun ki Asya Tinç Okyanusu'daki tarafiyetiga katı ziyan verir. Şunun bir yerde bir Tayvan meselesi mühim olur. Eğer Xitay Tayvan'ı alalısa bunun denkin misalga Şarkı Türkistan, Tibet meseleler olsun, Hong Kong meseleler olsun, hemisi bir çoğun meseleye ayrılamaydı. Başta misal Hong Kong'da Xitay hal kılamagan bolsa Tayvan hal kılamadı. Tayvan hal kılamasa Şarkı Türkistan, Tibet, Moğolistan hal kılamadı. Belki Mançurya meselesini çıkartmış mümkün. Şununla Xitay jetten degen çağda Tayvan'la çokum, mukum katı bir şekilde özününki kontrol astığı tırışıvadı. Bu katıklık garipliklanıma biraz ensireşki silvadı. Misalga kinki bir işgijilden biri meyli Germaniya bolsun, meyli Fransa ve İngiliz bolsun, bulama Asya Tinç Okyanusu'da harbi kimilerine, uruş kimilerine evitivadı. Gerçi bu evitişinin sebebi yalnızca xavfsizlikle, harbi işiyle emez. Belki Asya Tinç Okyanusu, hem de dünyanın iktisadi merkezi bu başka. Belki bu iktisat maksatı için kilovakan buluşu mümkün ama bir yerdeki kimiler kilip Amerika'nın ki Mişer'deki harbi mevcudiyet güçlerle birlikte o harbi manevra elip bir oldu. Demek ki bir yerdeki xavfsizlik mesele iktisadi hemkarlık işinden biraz mühimdek görünüyor. Yani rayonun xavfsizliğine koldanmasa iktisadi hemkarlık kılış mı tez? İktisadi hemkarlık bulmasa harbi cetten, xavfsizlik cetten boğan tehdit tekimi çoğun olur. Bir yerde bir halkılık bir noktada boğan bir mesele, Tayvan meselesi. Alım NATO'nu bir harbiy teşkilat dedik. Ondan keyin hazır NATO harbiy teşkilatlıktan kalkıp demokratiyani qo'g'dovchi, ondan keyin qimmat qarashlarni qo'g'dovchi deganmi bo'ldik. Ondan başka NATO kurulduğu 72 yıldan aştı. Ondan başka NATO'nun gidimi hem bu nişan cihetten ve bu bedel pul cihetten bir NATO əzələşdiyi bir oxşamagan göz qarashlar var. Buştaq ahval aslında NATO Xitayga taqobil turman desa, qaysi şekil taqobil tura oladi? Hem de NATO'nun ki bir kısım güçler hazırmış nimede, Şarkı Avrupa'da ve bir kısım güçünü Asya Tinç Okyanusu'na yürütgeçme onayamaz. Yani bir yerde bir Asya Tinç Okyanusu'da güçünü tikleş için aşı rayondaki nurgun devletlerine bu NATO qeetiliş lazım. Ama NATO'nun isminden bilgili bulduğu bu esasen bu Atlantik devletlerinin ki harbi birliği. Ancak bu 1951'den kim Türkiye ve Rusya'daki devletine ağırlanın kim. Onun ki yıllarda Şarkı Avrupa bu devletine ağırlanın kim. Bu belki diyen bu Atlantik rayondan tekrar bir rayonga aylandı. 1970-80'lerin arasında 79'da bu Sento degan bir teşkilatını kurgan. Aslında bu Orta Şark'ta bir NATO kuruş. İran'ın ki inkılabından kim bu çubuldu. Bunun kim Amerika muşu Sento'nu kurgan dek Asya'da kuruşunun ki ihtimali var NATO'nun. Eğer de rayon devletlerinin bazılarına
bu NATO ile birlikte Asya NATO'sunu kurup çıkargan bolsa, o vaqtida NATO Asyada texmi bir kuchga ega bo'ldi. Hozirgi paytda bir shu Yevropani markaz qilib, shu Asiyaga berishma o'ng'ay bir ish emas. İkinciden bu NATO a'zo devletlerinin arasındamı nurgun ko'z qarash jihatdami farqliliklar bor. Misalga Germaniya bu Ikkinchi dunyo urushidan keyin asosan bu g'arbiy Germaniya deylik. Bular shu g'arb devletlarininki şemsiye aslida harbiy jihatdan jiq pul qashilmadi. Tabobatini iqtisodiy taraqqiyot va texnologiya taraqqiyotga berdi. Şununla Germaniyanın iqtisadi shunday kuchlandı. Hozir hamda NATO deydi, sanma hamda taraqqiy qilgan bir davlat bo'lgandan keyin NATO'ga to'laydigan bedel pulini ödeyse deydi. Ve bu bo'lsa devletninki iqtisodiy kuchini belgilaydigan GDP'ninki %2'sini ödesh lazım deydi. Bu yerda biraz Germaniya pek ummayapti. Bundan başka Fransa misalga, başta Fransa NATO'ga qiziqmadi, keyin NATO kirdi, keyin NATO'dan chiqdi, keyin NATO'ga yana kirdi, siyosiy jihatdan kirdi, harbiy jihatdan kirdi degandek bunday ahvollar bor. Bundan başka Türkiye'deki devlet var. NATO bo'lmasimi yashalaymiz bu. NATO bizga qanchalik bir foydali qildi, foyda bermadi. Iroq urushi vaqtida yog'a raslardan bu kuchini ekilib, ondan keyin biz ma'qul demayli ular bundan keyin yerlashtirgan füze, roket sistemini ondan keyin eketdi deydi. Türkiye shu terror tehdit ostida tursimi NATO aralashmadi, NATO qiziqmadi, NATO ko'ngil bo'lmadi deydigan bunda devletlerimiz var. Ama Sharqiy Yevropa devletler hamda bunun NATO'ga qiziqadi, chunki Rusya'nınki tehditini his qilishda ular bek qiziqadi. Demakchi bunun NATO'nun ichidimi shundaq bir ko'z qarash farqlilik ahvol bor. Bu NATO'nunki Xitoyga taqobil turishidimi ojizlik kilidi. Yani bir mesele hamda Amerika bilan bog'langan bir mesele NATO'nun. Hemimiz bilimiz NATO'nunki kural ve NATO'nunki teknolojik kurallar esasen Amerika bir oldu. Amerika mı bir yere taşılgan pul en köp. Harbiy teknolojini bergen en köp başlar. Şununla bir şey de tu başka. Yani Amerika'nınki teknoloji cidden yani harbilik için işletilen teknolojini eğer de azaltıp kalsa ya ki Xitay bu cidden yükselip kalsa bu mu bir kıyınçılık var. Şununla Amerika ya ki bazı devletlerdeydi bunu harbiy teknolojisini güçlendiriş ve terakki kıldırış için birlikte bir hemkarlık kılaylı degan gapni qilib ama bununla bazıları qiziqyapti, bazı devletler, bazı a'zolar qiziqyapti, bazıları qiziqmayapti. Bundan başka NATO aslında bir her daim bo'lgandek bir siyasi kuchninki bir kanıtı bo'lishi lazım. Ya ki onunki bir esvabı bo'lishi lazım. Ama bu siyasi merkez qandaq bo'lishi lazım. Yanıla şu Amerika nimdisi şu bulamdı, ya ki bütün a'zo devletler ortaklaşıp bir siyasi belgileydiğen bir mekanizma kuramdı. Bunun bu NATO'nunki akıl ambarını kurup çıkaylı mı diyen meselelerde mi ortak göz kararlar bekliyor. Yani jığıp gelgen çağda NATO'nunki mevcut olan ahvalı Xitayga taqabul turishda bazı problemler var. Bu problemlerini Xitay qo'l silibma buzishga kirishidi deb o'ylayman. Misalga abay degan NATO a'zolarining arasında bazı NATO biraz norozi bo'lgan devletler var. Xitay onu iqtisodiy ticari jihatdan ularni o'ziga tortalaydi. Yani NATO'nun ichidan ularni tushirishga boshlaydi. Hamda Xitoyga hayva ko'z tutib, bundan keyin qolgan NATO a'zosiga bir uchuv bergan bo'ladi.
Qara mən Amerikada mı qoxmayman şununla NATO əzalarıma mənə müdaxilə qoxoz qılmışsın, hələ qılmışsın deyəndək aşırı əhvallıma yardım adı. Yəni Xitayga taqabul tutuş üçün NATO'nun ki yadrolaşqan bir xil ittifaqqa ihtiyac var. O ihtiyacma NATO'nun ki mən deyəndək nişanını, düşüncesini, stratejisini bütün əzalar tarafından kabul kılınış lazım. Ama bunda hüccətlər umumi cəhətdən kabul kılınğan bolsa, bazı devletler yani öz aldığı NATO'nu tənqid qılır. Bunun Xitay müşündə göz qarashının oxşmaslıq əhvaldan faydalanıb taqabul turalaydı deb oylayman. Qaçan aşında ciddi buludu degəndə Asiyada bir NATO'ga oxşaş xəvfsizlik mekanizma kurulsa, NATO'nun ki strateji planını, nişanını bütün əzalar, yani 30 tane əza var yerde, həmmisi bir yürekten kabul kısa, o vaxtda da belki Xitayga taqabul turalaydı. Çünkü NATO'nun ki hərbi gücü Xitayga taqabul turalığandək Xitayning hərbi gücünü yenilaydigan bir ahval var bu yerde. Ama Rusya eğer de bir yerde yani NATO'nu şu Şarkı Avrupa'da tutup tursa, yani taqabul turuş pozisiya bile NATO'nun bir kısım güçüne eşeğe söylep tutulsa, o vaxtıdır yani bir kısım güç verip Xitaylar geçişime kıyım buldu. Şununla Rusya-Xitay münasebetinin ki yakınlığı bulup mu hərbi cəhdəki ittifaqlıq, misalға Sünniyə müraciətdən, hava boşluq cəhddən həmkarlıq qılışı, xalqarada siyasi, iqtisadi, ticarət sözü digər nurgun sahada Xitay-Rusya ittifaqı o NATO'nun ki güççüyə karşı bir ziyan verişdəydi. Ziyan verişdəmə bir rolu buludu Rusya. Şununla bu işinin içinde yalnızla NATO emez, yani bir hərbi güç emez, siyasi, iktisadi, yani ticaretini kapkanda onunla kim bu kıymet qaraş meselelerini bir tutmak mecburiyetlerinde NATO. Onun bu London'daki NATO Ali Başkan yerinde Xitay alayetli kılındı. Şundaqla bunun münasebeti kaldı. Uygur meselesini gün tertip geldi. Ondan başka hem de mühimi bir yüzyılda sanatleşke yetiçon devletinin kimi Ali Başkan yığını ötküzüldü. Bu adam okşaşla Xitay alayetli kılındı ve Xitay'ın ki okşaşla Uygurlarga, Hong Konglularga, Tayvanliklerge, Tibetliklerge zo'migirlik qilayotganligi alohida eskartildi. Bundan keyin Xitoyning ki bu Avrupa'daki vekilleri bu bir neçe küçük devletler yoki az sonli devletler dunyodagi boshqa davlatlarni qayrib qo'yib bizning haqqimizda qarar oldi. Biz buni qat'iy e'tirof qilmaymiz. Biz uchun hammasi hech qanday qiymati yo'q, ma'nisiz. Chunki dunyoda nurg'un davlatlar bor, dunyoda kambag'al davlatlar bor, boy davlatlar bor, ojiz davlatlar bor, kuchli davlatlar bor. Emniyetde devletli bo'lgandan keyin hammasiniki o'xshash adolat uchun muomala qilinishi kerak. Shunga az sonli davlatlarning bizning haqqimizga olgan qarorlar biz uchun muhim emas degan bayonotni bergan bo'ldi. Amaliyotda bu sanoatlashgan 7 cho'ng davlat. Ama shunday bir savol paydo bo'ldi bu yerda. Uyg'ur masalasi yoki Hong Kong masalasi yoki Tibet masalasi bunday bir iqtisodiy gavda nima qilganligini sizcha? Aslında bu Xitayning az grup devletler dünyanı monopol qilib bo'lmaydi degan gapni Xitoyga moddisi bo'ldi. Yani Xitoy mo'sh ashuni qilyapti bu shu. Yani umuman nurg'un taraqqiyotda yoki kambag'al davlatlarni yig'ib aşı devletlerge qarshi chiqyapti. Ularni qo'pib ashuna desi bo'lamadi. Undan başka bu 7 devlet bugünkü dünya iqtisodinin %40 gücünüge ega. Hərbi cəhətdəmə yığılğan təqdirdəmə Amerika ilə birlikdə ki Amerika hərbi cəhətdən ən güclü devlet. Bunlar yığılğan çağda hərbi gücdəmə Xitay'dəmə güclü. Şunun bilə bu 7'si oturup
Har qanday bir paranqısa Xitoy chichanlashib ketgan qaraganda bunun siyosiy ta'siri mi kuchli degan gap. Shuningga o sonni bana qilib turib, anda o'zini haqli chiqirman deyish, bumi mantiqiy jihatdan xuddi mantiqlik bo'lgan bilan aslida mantiqli emas. Bu jahonda shu cho'ng davlat kuchli bo'ldi. Cho'ng davlat jahonni so'raydi. Keyingi 500 yil dunyo tarixiga qaraydigan bo'lsak, hisob shunday yozildi. Shuningga Xitoy bunda bir gaplarni deyish bilan o'zini haqli chiqarishdimi bir qiyin ahvol. Endi Xitoy shu 2010dan keyin dunyoninki iqtisodiy kuchi bo'lib o'tirib chiqish boshildi endi. 2025dan 2030largacha 39gacha o'xshamaydi, har xil nimalar bor, hukmlar bor. Yani dünyanın en güçlü iqtisadi kuchi bo'ladi deydi. Xitoy boshlang'ich bu o'zini qochirib turdi. Biz degan kuchlanmadik, yo'q. Biz bunday kuchli bo'lgan bilan bizningki kuchimizni xalqimizga, nüfusga chashgan vaqtida dunyoninki eng keyinda qolamiz. Hatto bizningki nüfus ko'p bo'lg'achqa, onunga qarab nisbatan nima ko'p, masalami ko'p deb buni insonlarda bo'lsa shu Bunjabo va Hu Jintao so'zlab yurgan. Ya'ni ta'timlar. Ammo Xi Jinping kelgandan keyin bu vaziyat o'zgardi. Xitoy shunchalik kuchli tursa, dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuch, birinchi tijorat kuchi, uningdagi nurg'un sohalarda birinchiliklar bor. Shunda tursa nemishki yana bu chet davlatlarga, jahongir davlatlarga bo'ynimizni egamiz. Nemishki ularga beqilamiz. Biz o'z oldimizga bir kuch tashkil qila olamiz buni. Bizma shu dunyoninki eng qudratli davlatni qura olamiz bu. Bu Xitoy tushishi degan shu endi Xi Jinping. Chunki Xitoy millatininki yeniden kuchlanishini bir tushish deb ko'rgashga ve yeniden degan vaqtida koni zamonda mana kuchli bo'lgan deganni ko'rsatmoqchi. Hamda qaysi sulolani davodida bilmaymiz endi. Ondan keyin Xitoy o'zining qudratli davlat bo'lishininki 3 bosqich strategiyasini e'lon qildi. Ya'ni bu jahonni so'raydiganligini chaqalagan bo'ldi. Bu G'arb davlatlarini bo'libmi Amerika hamda jahongir davlat bo'lg'achqa eng baldur, hamma davlatdan baldur bunday tahdidni his qiladi. Bu Xitoyning qilgan bir Xitoy jihatdan deganda bir xatolik endi. Ammo Xitoy deydi, bu to'g'ri deydi. Chunki sen dunyoninki eng qudratli davlat holiga kelmay turib, shunday dunyoga hokim bo'laman deb 40 yildan keyin bo'lganini ahvolni, ya'ni 40 yil emas-da, shu 2049 yilda qudratli davlat bo'laman deydi. Ya'ni unga oz qoldi. Baldur deb sağanlığı bor bu yerda. İkinci bir xatolik shu Xitoy taraqqiy qilgandan beri bütün davlatlar bilan ticari, iqtisodiy munosabatlari bor. Ammo bunga ism qo'ymagan. Bunga bir hukm bermagan. Ammo Xitoy buni bir yeni İpek yolu stratejisi deb, başta strateji deb tanıgan buni. Keyin ondan projekti deb tanıdı. Şununla bunu ism bergandan keyin hemen devletler düşünüşe başladı. Mevcut xalqaro tüzüm sistemini buzadigan bir planga, bir stratejiga ve bizimki mevcut temponluklarını buzgandek, mevcut jeopolitik temponlukni buzib, Xitoyning xohlagan bir xil jeopolitik temponlukni qurdiga degan bu tehdit deydi, bu xatarlikni ko'rdi. Shuningga hozir Amerika başçılığında İpek yoluga karşı bizma shunday bir projeni qilaylik deb, bu dami shu G7'de, yani 7 tarafı qilgan davlatlarda bu gaplar bo'ldi. Üçüncü bir qilgan xatosi endi Xitoyninki shu Uyg'ur, başta Uyg'ur, ondan keyin shu Hong Konglarga, Tayvanlarga uyabiyak qilgan o zo'ravonlik bir siyoseti. Bo'libmi Uyg'urlarga qaratilgan siyaset,
Yani insanın, normal insanın akıllıga kelmeydigan ve hazırki 21. esirde insan insanı kıldıran bir iş emas bu. Ve bu hatalıkның bedelini hazırdan başlapla Xitay ödəvadı. Burunma programda mı dedik, Uyghur meselesi yalnızla Xitayga qartılgan yoki Xitayga bisim işletişinki bir vasıtası emas bu. O'xshashla G'arb davlatlarininki vijdoniga tekkan, vijdoniga bir bisim ishlatgan bir mesele bu. Vicdanға xilaf bir mesele. Shuningga G'arb davlatlarida nurg'un odamlar, misolga ular siyosiyon emas, ular hamda harbiy va ya boshqa sohada emas ular. Normal insonlar, diniy jamoatlar bunga qarshi chiqyapti. Misalga Avrupa'nın Katolikler olsun, Avrupa'nın Yahudi cemaati olsun, bularmı kopuk Xitayning Uyghur meselesini, Uyghur siyasetini tanqid qilyapti, bisim ishlatayapti ve Uyghur chetlardagi Uyghur davosini qo'llayapti. Bu vicdani meselesi. Yani bir mesele, bu shundaqla inson haqlari meselesi, yani g'arbliklarninki qimmat qarash meselesi. Bu insan hakları meselesi yalnızca g'arblikdan emas. Bugün dünyada 3'te 2 devlet demokrasi ve insan haklarını kabul kılan ahvalda. Yani bu dünyanın köpçülük devletler tarafından kabul kılınan bir qimmat qarash. Yani bu hem siyasi hem ictimai qimmat qarash. Xitayninki Uyg'urlarga qartilgan ilib borgan bu zulm siyosati elbette şu ebekmen degan demokrasi ve insan hakları degan düşüncege, ideyasiga xilof bo'lishda bularga qarshi chiqyapti. Shuningga Xitoy bu yerda 3 cho'ng xatolikni qilgandan keyin hamda har xatolikning bir bedeli bo'ladi. Bu bedel nima? Hozirgi xalqarodagi cho'ng deganim son jihatdan emas, kuch jihatdan yuqori seviyedeki yığınlarda Uyghur meselesine tılga ilişki başladı. Yani Uyghur meselesi dünyanın ki en altıda kelgen 10 meselenin biri aylandı. Buna eğer de 10 yıl evvel bunu oylaşma pek kıyın değil. Yani hiyal kılışma biraz kıyın. Şununla bu Uyghur meselesi ebey digendek 3 sebepten tüpeyli G'arbliklar bu Xitayning qilgan xatosini bedelini ödettirishga tirishmoqda. Hamda Xitoy agarda abaqa degan bu G'arbga qarshi aybi ko'zitish 3 xatolik va Sharq Turkistonda bo'libmi Sharq Turkistonda qilgan bu xatoliklarni tuzatmaguncha menimcha G'arblik bilan Xitoyning orasindagi bu taqobul ahvoli davom qiladi. Bu devamlılık hem de Uygur davasına bir muhit yarattı. Yani siyasi muhit yarattı. Bir vaziyet yarattı. Kalan iş hem de şu Uygur teşkilatları bu vaziyetten kandak faydalanış meselesi var. Çünkü bu vaziyetini bu halkıranınki terakkiyeti bile meydana kelgen bir vaziyet. Ondaqda bu vaziyetme özgürlükningki ihtimali var. Şununla özgürlük bo'lguncha ki yomon o'zgaramdi, yaxshi o'zgaramdi bilmaymiz. Uyg'urlarninki manfaatdagi qarta. Ama Sharq Turkiston tashkilotlari bu fursatni yaxshi tutish lozim deb o'ylayman. Biz bugünkü programımızda dünyanınki en çoğ, iki çoğ teşkilatınınki Ali başlıkta yığını yakları muhakkımızı yok. Bu yığını ortak taraf olsa, o'xshashlar Xitoy ikkaligini alohida eskartib o'tdik. Her iki teşkilat Xitoyninki mavjud dunyo siyosatini ta'kidlaganligini, chunki Xitoyninki bundan boshqa Uyg'urlarga, Tibetliklarga, Hongkonglarga, Tayvanliklarga alohida zo'mgarlik qilayotganligini bildirib o'tdik va buningki nima uchun bu Xitoyninki dunyoninki mavjud siyosatini ta'kidlaganligini, bu ikki tashkilotninki yoki ikki cho'ng gavdaninki nima uchun Xitoyga buningki qandaq bir inkos qaytarilganligini, Xitoyning bo'lsa buningga bir qandaqroq bir chora yo'l qo'yganligi uchun muhokama etdik. Erkin ma'lum, sizga ko'p rahmat.
Mən rəhmət etdim.